O'zbekiston Milliy matbuot markazida joriy yilning o'tgan davrida qishloq xo'jaligida amalga oshirilgan ishlar va sohadagi o'zgarishlar tahlili mavzusida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun ochiq muloqot tashkil etildi. Jarayonda qatnashgan muxbirimiz tafsilotlari bilan tanishtiradi. Agroinspeksiya agrosanoatda qishloq xo'jaligi urug'larini yetishtirishni, agrotexnik tadbirlar o'tkazilishini hamda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardan foydalanishni nazorat qilish kabi yo'nalishlarda ish olib boradi. Ochiq muloqot davomida Agroinspeksiya tomonidan 2026-yilning o'tgan davrida qishloq xo'jaligi sohasida qonunchilik talablariga rioya etilishi, sohani raqamlashtirish, sun'iy intellekt elementlarini joriy etish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. Qishloq xo'jaligi texnikalar holatini nazorat qilish sohasida 8 turdagi yagona interaktiv davlat xizmatlaridan foydalanish uchun MyGov.uz portalida murojaat qilish imkoniyati yaratildi. Hamda 21 ta vazirlik idoralarining axborot tizimlariga integratsiya qilinib, so'rovlarga elektron javob berilishi yo'lga qo'yildi. Qishloq xo'jaligi ekinlar urug'ligini yetishtirilishini nazorat qilish sohasiga to'xtaladigan bo'lsak, urug'liklarning sifat ko'rsatkichlarini aniqlash jarayonlarini to'liq raqamlashtirilib, tegishli vazirlik idoralarining axborot tizimlariga bu sohada ham integratsiya qilinishi ta'minlandi. Shuningdek, ochiq muloqot davomida ommaviy axborot vositalari vakillari sohadagi yutuqlar va kamchiliklar bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan mutasaddilarga yuzlanib, ulardan javob olishga harakat qilishdi. Aynan ko'proq qanday ko'rinishdagi qonunbuzarlik holatlari aniqlandi. Shularni misollardan aytsak bo'lsak, zero bizni hozir tomosha qilayotgan tomoshabinlarimiz bilishsin va shu xatoni takrorlashmasin faoliyatlar davomida. Yengil konstruksiya qurgan taqdirda ham kosmos surati orqali uni aniqlash imkoniyati yaratilgan. Shu O'zbek kosmos bizga shunday holatlar yo'l qo'yilganda bizga zudlik bilan tizim orqali uzatish yo'lga qo'ydi. 2500 xritda holatda shunaqangi Sputnik kosmos monitoring natijasi aniqlanib bizga taqdim etdi. Biz tomonidan bu bo'yicha tezkor o'shani bartaraf etish choralarini ko'rdik. Tegishligi bo'yicha mana prokuratura organlariga taqdim etdik. 159 milliardlik zarar ham hisobladik bu bo'yicha. Ochiq muloqotda qishloq xo'jaligida nazorat samaradorligini oshirish, zamonaviy raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va qonunchilik talablariga rioya etilishini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Malik Yo'ldoshaliyeva, Shohruh Toshnazarov, yoshlar.